katta kvadratura xohlaganlar uchun bitta idealniy variantimiz chiqqan. Lokatsiyani tushuntiramiz. Uchtepa 13-kvartal Cho'pon ota masjidini yonginasi 9 qavatli novostroyka binoni 9-etaji 3 xona 88 kvadrat metr. Kirib yashashlik uchun tayyor. O'zini avtoturargohi, bolalar o'ynash maydonchasi, tinch hovlisi, bog'cha ham ro'parasida. Videoda tuzormini olib kirib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, uyga kirganlaringda qaranglar, qanaqangi chiroyli hol kutyapti, kattaligini, chiroyli dekorlar, shunaqangi chiroyli interyer qilib qo'yishgan-ku. Yonginasida birinchi zal, ya'ni mehmonxona ko'rishinglar mumkin. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Chiroyli aboylar, qandillar, tashqariga qaragan oyna, barcha kerakli narsalar bor-ku. Oyoqtoylari, parket. Yonginasida esa ko'rishinglar mumkin oshxona, kuxnyani ko'ryapsizlarmi? Ancha-muncha uyda bunaqangi katta kuxnya bo'lmaydi. Kuxnya mebeli, mягкий zonasi, холодильник, TV zona barchasi yon bitta xonada-ku. Yonginasida esa sanuzel umumiy, to'liq kafel qilingan. To'g'riga o'tadigan bo'lsangiz, ko'rishinglar mumkin, bitta detskiy yotoqxona qilib foydalansa bo'ladi. Agar undan nari xonaga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda bitta ofisni xona qilib foydalansa bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, shunaqangi chiroyli, sifatli materiallardan remont qilib qo'yishgan ekan. Narxi keladigan bo'lsa, shunaqangi katta kvadratura narxi qancha deb o'ylaysizlar? Pastda yozib ketamiz, raqamlarimizni ham qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib savdolashsalaring bo'ladi. Videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yinglar.